har doim uyimizda kartoshka, piyoz va non bo'ladi. Lekin ba'zida go'sht bo'lmasligi mumkin. Aksiga olib ovqat qilishga gaz bo'lmasa, uy bekalari uchun bundan yomoni yo'q. Lekin har bir kunimizga, asosiysi sog'lomligimizga shukrona bildirib, bu muammoni ham yechimini topamiz. Bir dona yopgan nonni kattaroq shaklda to'g'rab olib, palov qilishga qaror qildim. Bitta piyoz, ikkita kartoshkani ham to'g'rab oldim. Qishloq ayollari hech ham nolimasangiz ham bo'ladi, chunki shaharda ham bunaqa holatlar ko'p uchrab turadi. Qizigan yog'ga piyozni solib, qizartirib qovurib oldim. Ketidan kartoshkani ham solib, yaxshilab qovurib oldim. Siz xohlasangiz uyingizda bor mahsulotlardan solsangiz ham bo'ladi. Men chesnok va qizartiradigan solib, yana yaxshilab qovurib oldim. Agar uyingizda qotgan non yoki suv qochib qolgan non bo'lsa, shu ovqatni albatta tayyorlab ko'ring. Ayrim ayollar oldin suv solib, keyin non solar ekan, lekin men oldin qovurib, keyin suv solaman. Tabga ko'ra tuz va keraklicha suv solib, birroq qovurib olamiz. Agar siz go'sht solgan bo'lsangiz, ustini yopib dimlab qo'yasiz. Bizda go'sht qolmaganligi uchun ellikli tovuqli tushonkasidan solib dimlab qo'ydim. Bolaligimizda bu ovqat juda ham ko'p qilinardi. Hozirgi kunga kelib deyarli qilinmay qo'ydi. Bizning uyda bu non palov deyiladi. Ba'zilar nonjarkob deyishadi. Asl nomi qanaqa bilmadim, lekin mazasi ajoyib. Men solgan tushonkani shunaqa katta suyaklari bo'ladi, ularni ajratib olib ovqat suzib oldim. Umumiy 30 daqiqa vaqtim olgan bu ovqatim ham pishdi. Endi chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Biz ayollar harakat qilsak, bir oilani qonini to'yg'iza olamiz. Menga obuna bo'lsangiz, foydali videolarimni kuzatib borasiz. Qalay, yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, mehringizni olib yuragimga bosib qo'ying.